Assalomu alaykum barchaga. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham mamnunman. Bugungi rubrikamiz Что в моей сумочке? Ya'ni sumkamda nima bor? Qani boshladik. Xo'p, birinchi men olib yurgan narsa o'qishga borganim uchun daftar. Keyin penal olib yuraman. Ichida ruchka va yozish uchun kerakli bo'lgan narsalar va masterlar, shunaqa narsa. Keyin suv. Ichib tugatdim buni. Keyin sochga zakolka, sochimni yig'ishtirgim kelib qolsa. Hop. Va mamlaqa salfetka, men toksikozman, o'shaning uchun mabodo ko'nglim aynab qolsa deb olib yuribman bu vaqtincha. Xo'p. Ochki. Keyin hop. Bunaqangi sumkacha. Buni ichida влажный salfetka, oyna, hop, taroq, lab uchun kombo va salfetka quruq. Hop. Keyin koshelok va buni ichida pullarim. Pulim ham yo'q ekansi. Shunaqa. Xullas, bugungi rubrikamiz men sumkachamda nima olib yurishim haqida edi. Mana shularni olib yuraman. Keyingi mavzuyimiz nima bo'lishini xohlaysizlar, pastda kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi haftada ko'rishguncha xayr.